Yurt sığınışı yaqı yurtda yaşap baqqan hər bireylər üçün notunuş duyğu emas. Psixologiya sahəsində nurgun tədqiqatlarga tema bolğan bolub, tunji bolub 1688-ci ili tibbiyat oquvchisi Johannes Hofer tərəfindən tədqiq qılınğan. O, başqa dövlətdə vəzifə ötəyotqan Şveysariyalik əsgərlərdə bir kasallikni bayqagan. Ularning ba'zilərinin beshi ağrıtqan bolsa, yana ba'zilari holsizlik, yurak ritmsizligi va yoki uyqusizlikning dardini tortayotgan bo'lib, bularning hech bir jismoniy sabab topilmagan. Ko'plagan tekshirish natijasida Hofer bu alomatlarni keltirib chiqargan asosli sababning uzun mazgil yurtidan yiroqda yashash ekanligini bayqagan. U bu yangi bayqishi nostalgiya, ya'ni grekcha yurtga qaytish va azob degan so'zlarning birikmasi bilan ifodalangan. Shuningdan e'tiboran bu so'z yurtini seg'inishdan kelib chiqqan alomatlarni ifodalaydigan atalg'u bo'lib ishlatilib kelgan. Keyingi zamonlarda ma'nosi kengayib, yurt asrdan emas, o'tmishdagi ma'lum bir holatga bo'lgan seg'inishni ifodalashga ishlatilgan. Başta faqat Alp tog'laridan ayrilgan Shveysariyaliklarga xos kasallik deb bilingan yurt asrti safarga chiqadiganlarning sonining ortishi va tadqiqotlarning kengayishi bilan kasallik emas, balki butun insonlarga o'rtaq bir ruhiy holat bo'lib qabul qilingan. Mana bugunlarda Tangri tog'laridan ayrilib, dunyoning har qaysi yerlarida yashayotgan bizlarmi seg'inish iztiroblarida yashayapmiz. 2009-yildagi bir statistikaga qaraganda, dunyodagi ko'chmanlarning 66% haftada oz deganda bir qitim oilasidagilar bilan aloqa qilishar ekan. Shundoq bo'lgandimi, bu seg'inishni besishga yetarli bo'lmaydi ekan. Kunimizda oilasi bilan normal aloqa qilishni tasga to'xtagan sharoitda seg'inishning bizlarni qanchalik qiynaganligini tasavvur qilish tez emas. Odamlar o'z tunish muhitidan ayrilganda paydo bo'lgan yo'qotish tuyg'usi sababli, ya'ni oila, do'st, ona til, kimlik va yoki tavallik tuyg'usidan mahrum qolganlik uchun qayg'urdi va andishalandi. Atrofdagi noma'lum shaylar xuddi hamma ish kontroldan chiqib ketgandek ta'sir berdi. Yana bir jihatdan insonlar doim o'zining xotirjamligini buzgan narsalarni ortiq mo'ljarlab oldi, ammo o'zining uniga taqobil turish kuchini tuban mo'ljarlab qo'ydi. Bu vaqtda odamlar andisini besish uchun o'ziga tunish bo'lgan va turaqliq bo'lgan narsalarga tashna bo'ldi. Shunga ahamiyatli kechirmishlarini aslash orqali hayotini tangshash uchun qaytadan ishonchga erishdi. Yangi muhitda qaymoqunda va tushkunlashganda bo'lsa, aslimlari orqali hayotning go'zal damlarining borligini esiga olishdi. Ya'ni diqqatini oila, do'st qatorliq go'zal narsalarga yig'ib, o'ziga kuch to'plashga urindi. Sizning oilangizga, yurtingizga bog'lanishingiz uningda go'zal aslimlarni biriktirganingiz uchundir. Yurtingizni seg'inganda o'zingizga qarang. Chunki u sizning bir parchangiz, sizmi uning bir parchasi. Yurtni seg'inish, o'tmishni aslash hargizmi ojizlikning ifodasi emas. Aksicha, hayotingizda nurg'un qadrli kishilar ham ular bilan o'tkazgan ahamiyatli kunlarning bo'lganligidandir. Beoram bo'lganingizda seg'inishning bir normal ruhiy holat ekanligini xotirlang. Atrofingizdagilar bilan hislaringizni o'rtoqlashing. Yurt seg'inishining mohiyati tonish narsalarga talpinish bo'lganligi uchun atrofingizga muhit bilan tanishishga tirishing. Sizga tonish rasm, muzika va yoki tomoqdan tasalli izlang. Turmushingizda tartib yoriting va yangi tartibga odatlanishga, o'zingizni yetishtirishga tirishing. Burun arzularingizni elib yo'lga chiqqan bu safarda hamda aslimlaringiz sizga kuch qatqusi, seg'inganlaringiz sizga madad bo'lg'usi.